Akalar, hozir mana bunaqangi podyezdlarga qo'yiladigan zamona kodini o'zgartirish sizlarga ko'rsataman. Hozir bunda 3.8 turibdi. Hozir mana shuni kodini o'zgartiramiz. Buning uchun biz mana shu 4 tagini samarangizga yechib olamiz. Xo'sh, mana yechib oldik akalar. Yechganimizda orqasida xuddi shunaqa blankalar bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, parol 3.8 edi buni. 3 bilan 8 ni yo'nalishi boshqacha. Buni biz shuni olamiz. Orqasini o'girib joyiga tiqamiz. Bunisini ham. Shuni olib joyiga tiqamiz. Eshigimizning hozir hech qanaqa paroli yo'q. Mana endi biz o'zgartirish uchun boshqasini olamiz. Prosta joyini o'zgartiramiz, orqasini o'girib tiqamiz. Ikkitani barobar bo'lib 3 ta parol qo'ysanglar, 3 talik o'tkazsanglar ham bo'ladi. Bizga hozir 2 ta yetadi. Misol, mana shu 2 ta bo'ldi, hozir 4 bilan nechi bo'ldi? 4 bilan 9 bo'ldi. Hozir misol uchun mana buni ham qo'shsam 4 9 0 bosganida mana 5 ekan. 4 9 5 ni bosganida ochiladigan bo'ladi. Bizga hozir 2 ta yetadi. Mana shu 2 taning o'zini urdim. Hozir men buni qotirib ko'rsataman ishlashini. Parolimiz 3.8 turgan edi. Biz buni 4.9 ga o'zgartirdik. Mana endi ko'ramiz mana. 3.8 bosib ko'ramiz endi. Ochilish yo'q. Bo'ldi. Parolimiz o'zgardi. Juda unaqa qiyin ish emas. Foydalaninglar.